Shvetsiyada ishxonamga kelyapman. Birinchi ko'p qiladigan ishim ishxonamni o'zim ochaman, keyin muzika qo'yaman o'zbekcha. Muzika eshitib bo'lgandan keyin kofe kelamiz. Kofe tayyor. Mana bu nima edi? Wow! Efir ochsam ba'zi bir akalar aytasizlar, aka sizga havas qilamiz, bizga ham nasib. Men sizlardan farqim yo'q, men ham sizlarga o'xshagan odamman. Ikkita ko'zim, ikkita qo'lim, ikkita oyog'im bor. Faqatgina farqim shu chetda ishlayman xolos. Sizlar O'zbekistonda ishlayapsizlar, men chetda ishlayapman. Shvedlar kofe ichsachi, shakarni-chi mana bunaqa ikkitadan so'la bo'ldi. Lekin Leo kofe ichsa mana shunaqa bo'ladi. Dirim. Tova qilib, akalar 15, 16, 17, 18 yoshli bolalar bilan gaplashib qolaman bir paytda, dardi menikidan ko'pda. Sevgani tashlab ketgan, boshqasiga xiyonat qilgan, pulini olib soqqan, bir narsalar bo'lgan, Alloh bo'lganidan keyin qiladilar o'sha ishni. Senga hali kim qo'yibdi? 15, 16, 17, 18 yoshli bola. Pul qilishni o'ylab, bir yo'l topishni o'ylab, o'sha kelajaging kelyapti bu yoqqa yaqinlashib, sen hali sevgi temasida yuribsan. Bu ketishini erta bir jo'sha latopga shunaqa qadar sen o'sha yerdan keyin bir umr chiqolmay qilib berasan og'ayin.